Organik olamning xilma-xilligi. Biologiya hayot haqidagi fan bo'lib, yunoncha ikki bios hayot, logos ta'limot so'zlarining qo'shilishidan kelib chiqqan. Biologiya hayot uning shakllari, tuzilishi, rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fandir. Mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlarning yuqori mahsuldor navlari va zotlarini yaratishda biologiya bilimlarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Irsiyat va o'zgaruvchanlik qonunlarini yaxshi bilgan vatanimiz olimlari qishloq xo'jaligi sohasida juda katta yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Biologiya tirik tabiat to'g'risidagi bilimlar tizimini birlashtiruvchi fan sifatida namoyon bo'ladi. Tekshirish obyektiga ko'ra biologiya fani bir qancha sohalarga bo'linadi. Botanika, o'simliklarni, zoologiya, hayvonlarni, anatomiya, organizm va uning organlar sistemasining tuzilishi va shaklini, fiziologiya, organizm va ayrim organlar, ularning hayotiy funksiyalarini tekshiradi. Hozirgi kunda biologiyaning turli sohalarida quyidagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanib kelinmoqda. Bularga kuzatish, taqqoslash, tarixiy va eksperimental usullar kiradi. Kuzatish usuli eng dastlabki usullardan bo'lib, uning yordamida har qanday biologik hodisani tasvirlash, ta'riflash mumkin. Tirik organizmlarni, miqdor va sifat ko'rsatkichlarini ta'riflashda ko'p qo'llaniladi. Taqqoslash usuli bir xil predmet yoki hodisalarni boshqa predmet va hodisalar bilan o'xshashligi va farqini aniqlash yo'li orqali ularning mohiyatini ochishga asoslangan. Tarixiy usulni biologiyada qo'llanishi Charles Darwinning nomi bilan bog'liq. Bu usul biologiyada chuqur sifatiy o'zgarishlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Tarixiy usul hayotiy hodisalarni o'rganishning asosiga aylangan. Eksperimental yoki tajriba usuli tirik tabiatdagi organizmlardagi voqea hodisalar boshqa metodlarga nisbatan chuqur o'rganiladi. Tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari. Sayyoramizdagi tirik mavjudotlar juda xilma-xildir. Bunga ishonch hosil qilish uchun vatanimizning cho'l, adir, tog' va yaylovlari yoki o'tloqzor, to'qayzorlari, dala va bog'larni sayr qilish kifoya. Shubhasiz ushbu hududlarda son-sanoqsiz o'simliklar, hasharotlar, qushlar va sut emizuvchi hayvonlar tarqalgan. Ular juda xilma-xil o'lchamga, rangga, xulq-atvorga va boshqa ko'pgina xususiyatlarga ega. Ularning barchasi birgalikda tirik organizmlar deb ataladi. Organizm mustaqil hayot kechiradigan mavjudotdir. Tirik organizmlarga xos asosiy